Umre ibadetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tug'ilgan zamin Mekketül Mukarreme'de kolumuzdan kelganicha ibadetda, itoatda turibmiz ya Rabbim. Bizlarni umid bilan, bandalik bilan, kamchilik bilan qilayotgan ibadetlerimizni mahbub qabul qilgin ya Rabbil alamin. Duolarimizni o'zi ijobat qilgin ya Rabbil alamin. Bu yerga kelishlikdan murodi maqsadimiz seni rozi rizochiligini topishlik. Seni jannatingga sazovor bo'lib qolishlik. Jannatingga daxil bo'lishlik. Madinatul Munawvaraga kelganimizdan istagi murod Rasulullohga xos ummat bo'lishlik. Bizlarni Rasulullohga xos nas ummat qilib qo'ygin ya Rabbim. Bizlarga Rasulullohning muhabbatini qalbimizga mujassam qilib qo'ygin ya Rabbim. Hayatı dünyamızda Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatlarına muvaffak hayat geçirmelerimizi nasip kılın ya Rabbim. Bizlerge şunca nimet verip durupsan, bugün Kabe-i Muazzama'nı görüşlük nimetine sazavak durupsan, atamız görmeyen Kabe'ni, anamız üşemeyen Kabe'ni bugün bu günahkar kolları yumuşatıp koydun ya Rabbim. Bu günahkar gözleriyle bizlerini Kabe'ye yüzlendirip koydun ya Rabbim. Bizlerni qilayotgan ibadetimizni qabul qilgin. Qiyomat kunida ham bizlarni xafa qilib qo'ymagin ya Robbil alamin. Qiyomat kunida ham bizlarni yiqitib qo'ymagin ya Robbil alamin. Bizlarni o'zing jannatingga daxil qilgin. Didoringga muyassar etgin. Rasululloh bilan birga bizlarni ko'rishtirgin ya Robbil alamin. Mehribon va rahimli Robbimiz, gunohlarimizni afv etgin. Gunohlarimizni o'zing kechirgin ya Robb. Bu bergen nimetlerin üstünden aşkıçılık qilib qo'yapmiz ya Rabbim. Bu bergen nimetlerini qadriga yetmayotgandirmiz ya Rabbim. Bizi günahlarımızı kechirgin ya Rabbim. Bu naşkırçılığımız üstünden, bu rızkını üstümüzden kötürüp koymayın ya Rabbim. Bu nimetli bizi üstümüzden kötürüp koymayın ya Rabbil Alemin. Kerat mırrat, farzandlarimiz bilen birgeliydi. Aile afalarımız bilen birgeliydi. Yani qayta kelishligimizni nasip qilgin ya Rabbil Alemin. Bugungi qadamimizni eng oxirgi kun qilib qo'ymayın ya Rabbim. Madinatul Munawvara'dan aşkırçılık qilib qo'yganimiz bor. İlla Rasulullah'ning shahrida urushishlik tugul, janjal qilishlik tugul, baland ovozda gapirishlikni harom qilgan Rasululloh alayhissalom. Biz baland ovozda gapirib qo'ydik, aşkırçılık qilib qo'ydik ya Rabbim, bizlarni o'zing kechirgin ya Rabbim. Taomin ustidan aşkırçılık qilishlikdan qaytargan ya Rabbim. Qiyinchilik ozgina seni sinovini ichida yonmagan bu bandalarga aslo jahannam o'tiga chidaolmaymiz. Quyoshda ozgina issiq bugun issiq bo'lib ketdi degan, ozgina sovuq bo'lib ketsa bugun sovuq bo'lib ketdi degan bu banda qiyomatda aslo azobiga chidaolmaymiz, do'zaxda aslo atashiga chidaolmaymiz biz ya Rabbim. Bizlarni o'zing do'zaxdan panoh bergin. Bizlarni o'zing jannatingga daxil qilgin ya Rabbim. Gunohlarimizni afv etgin ya Rabbim. Gunohlarimizni o'zing kechirgin ya Robbil alamin. Ilohiy Parvardigor. Jamoat o'laroq bugun hojilarimiz bilan, hoji onalarimiz bilan qo'limizni duoga ochib, ota-onalarimizni haqlariga duo qilamiz ya Rabbim. O'tmishda o'tib ketgan otalarimizni o'zing kechirgin. Asla ularni do'zaxda yoqmagin. Asla ularni qabrda qiynamagin ya Rabbim. Qabr azobida o'zing saqlagin. Vaqtida ibodatlarni qilolmagandir, namozlarida qoyim turolmagandir. Biz kabi baxtiyor kishilar qatorida saf tortib Ka'bani ko'rolmagan otamiz o'zing rahmatingga olgin ya Rabbim. Onalarimiz o'zing jannating qilgin ya Rabbim. Oysha onamiz, Hadicha onamiz bilan birga qilgin, Fatima onamiz bilan birga qilgin alarni ya Robbil alamin. Bu yerga yetib kelishligimizga sababchi bo'lib, moli dunyosini ayamagan bu hajida hojilarimizni farzandlari bor. Ko'plari safarda yuribdi ya Robbil alamin. Ko'plari vatanda xizmat qilyapti ya Robbil alamin.
safardagilarni safarlarini bexatar qilgin, vatandagilarini ishlariga rivoj, kasb koriga barakot bergin, safardan ko'zlangan maqsadlarini eng oliy maqomga, eng oliy darajatlarga yetkazgin. Ular ham kelajakda farzandlaridan bu maqomga ko'rsinlar. Ota-onasini yelkasida hopchilab Ka'ba-i muazzamani tavof qildirishlik ne'matiga bizlarni farzandlarimizga ham nasib qilgin ya Robbil alamin. Xonadonimizdan chiqayotganimizda biz bilan xayrlashib yurlab qolgan akamiz, ukamiz, opamiz, singlimiz, yaqinimiz, birodarlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz, ahillarimiz bor ya Robbil alamin. Ularni ham biz kabi quvontirib, o'zingning haramingda mehmon qilgin ya Robbim. Ularni ham qalbidagi barcha niyatlariga o'zing yetkazgin. Bemorliklarga shifo ber, qarzdorliklarga najot ber, mushkullarini oson qilgin, hojatlarini ravo qilgin. Bemorliklariga shifoyi, kulli shifoyi omonlar nasib qilgin ya Robbil alamin. Ko'pchilik bo'lib, jamoat bo'lib qilgan duolarimizni o'zing ijobat qilgin. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim. Allohning kalomini Peygamber aleyhissalatu vesselam haqlariga qilingan soatgan salovatlarimiz mavzuda Nabiy o'qildi ya Rabbim. O'zing bizlardan qabul qilgin. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'in şefaatlerinden hammamizni nasib eyle ya Rabbal alamin. Dualarımız ve dua talablarimiz seferde yürüyen manaviyatımızda turgan bu tog'amizni farzand zurriyotlaridan zurriyot umidida duo qilib bering deyapti ya Rabbim. O'g'il qiz farzand ne'matlari Allohim ularga zurriyat ato etgin ya Rabbal alamin. Kimdaki oramızda bemorlarimiz var, şifa talablarimiz var. Barchalarga Allohimiz shifo bersin. Safarda yurganlarga Alloh safarini bexatar eyle. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bu ixlos travelda xizmat qilayotgan barchalarimiz, bu o'sha xizmatga kelgan azizlarimiz hammasini Allohim ibodatini qabul qilgin, yuzimizni yorug' qilgin ya Robbil alamin. Allohim xolis Xudo uchun xizmat qilayotganlar bor, harakat qilyapti. Allohim o'zi yordamchi bo'lgin ya Robbil alamin. Allohumma ahsin ahvalana, Allohumma ahsin. Allohumma yassirna va la tu'assir bi tamimil khayr. Allohumma iftah lana abwabal khayr bi rahmatika ya arhamar. Assalomu alaykum. Rahmat. Barakallahu.